mashhur xonandalarga maza, mana shunaqangi chiroyli stollar atrofida konsert oldi noklar yeyishadi. Assalomu alaykum aka, qalaysiz? Yaxshi o'zi yaxshimisiz? Rahmat, Xudoga shukr. Oling choy, bitta choy. Tosh Boburjonga bitta tosh. Men hozir har doim mikrofon bilan ko'rib o'rgangan xonandamiz bugun ratsiya bilan ishlayaptilar. Aytaymi? Birinchi qatorga 4 tosh. Bo'ldi shu ishim. Mana shu o'tirib suv ham beringlar, suv. Javob kutasiz. Boshqa ishim yo'q. Kun davomida. Ha, bo'ldi, shart emas. Hazillashdik. Eshityaptimiz? Rostdanchilik oshib olsalamizlar? Bervardi. Ha, endi o'chirib qo'ysa bo'lmaydimi buni ovozni? Bo'ladi. O'chirib qo'ying. Hozir o'rda. Oling choy kelmabdi sizga cho'ta. Ha, men foydasi bo'lmadi-yu, qiladigan ishingiz ham. Osham kelmadi, choy ham kelmadi. Quralay, ko'zi quralay